farzandlar ortidan keladigan ajr-u savoblar behisobdir dedilar. Qachonki azizlar, mana bu ajr-u savoblar behisob bo'ladi, qachonki siz biz Alloh bizga bergan mana bu omonatga xiyonat qilmasak, mana bu Alloh bergan omonat farzandni to'g'ri tarbiya qilsak, mana bu farzandning haqlarini to'liq ado etsak. Farzandning ota-onaning haqlari nimalardan iborat? Qachonki farzand ko'rsak, mana bu farzandga avvalo eng chiroyli ismlarni qo'ymoqlik. Mana bu birinchi haq. Ularni ado etadigan inshaalloh farzandning mana endi o kesimli Haber. Abdullah. Yani farzandning bo'ldigi shunday farzandlar bor.